Siz buni bilarmidingiz? Boshqa davlatlarning AQSh davlatiga bosim qila olmaslik sababini siz ham AQSh davlatining harbiy qudrati sababidan deb bilarmidingiz? Agar shunday deb o'ylagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. AQSh davlatining harbiy qudratidan tashqari dunyodagi gigant bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan o'zining siyosiy va iqtisodiy manfaatlaridan ham foydalanish imkoniyatiga egadir. Ulardan eng mashhurlari va dunyodagi juda ko'p insonlarni auditoriyasida jamlagan Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp va Elon Muskning Twitter ya'ni X ijtimoiy tarmoqlari va dunyodagi eng ko'p qidiruv ya'ni 90% qidiruvni o'zida jamlagan Google sayti bo'lib va ulardan tashqari juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlar mavjud bo'lib, bu AQShga dunyo axborotini boshqarish va yetkazish xohlagan yo'sinida boshqa davlatlarni axborotlar bilan o'zining siyosiy ta'siriga olish imkoniyatini beradi. Bu AQSh uchun axborotni boshqarish va dunyoni siyosatiga o'zini ta'sir o'tkazish uchun juda katta plyus. Ikkinchi ma'lumot. Bu AQShning dunyo sanoatining markazi hisoblanganidir. AQShda juda ham ko'p dunyoni siyosatiga va moliyasiga ta'sir etkazuvchi juda katta korporativ kompaniyalar mavjud. Bulardan Apple kompaniyasi, Nvidia, Tesla va Ford, GM, Boeing kompaniyalari va bular eng kattalari va bundan tashqari juda ham katta yirik kompaniyalar mavjudki, bu AQShning sanoatining dunyo iqtisodiyotiga bog'lab qo'ygan. Ya'niki dunyo iqtisodiyoti mana shu kompaniyalar orqali AQShga bog'langandir. Bu narsalar AQShning siyosiy va moliyaviy qudratining timsolidir. Uchinchi ma'lumot, eng muhimidir, ya'ni bu moliya tizimi. AQShda mavjud bo'lgan BlackRock kompaniyasi dunyo moliya tizimida eng katta qismini boshqaradi. Ya'ni u boshqaradigan moliyaviy valyutalar jamg'armasi 11 trilliondan oshiqdi. BlackRock kompaniyasidan keyingi dunyo moliyasidagi eng yirik korporatsiya bu JP Morgan Chase kompaniyasi bo'lib, bu kompaniya dunyo moliyasining 9 trilliondan ortig'ini o'zini nazoratiga oldi. Bu kompaniyalardan keyingi AQShda joylashgan Vanguard Group esa dunyo moliya tizimidagi 3-yirik moliyaviy boshqaruvchi kompaniya hisoblanadi. Bu kompaniyaning aylanmalari 5-6 trillionga yaqin hisoblanadi. Bu kompaniyalar AQSh moliyaviy tizimi, ya'ni Federal Rezervdan ko'ra kattaroq mablag'larni boshqaradi va dunyodagi eng katta mablag'larni aylanmasini boshqaradi. Bu yuqorida sanab o'tilgan omillar AQShni dunyodagi eng hegemon davlat va eng qudratli davlatga aylantiradi va boshqa davlatlarning AQShga bo'ysunishlikka majbur qiladi. Ushbu zamonaviy tarixga oid ma'lumotlarga qiziqsangiz, bizning kanalimizni doimiy kuzatib boring.